Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizda faqat to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz Qo'yliqdan yuradi. Davlatning qonuniy reyslari. Endi esa mana avtobusni tashqi holatidan gapiryapmiz. Endi esa mana ichki holatidan ko'rsatib, odamlarning fikrini ham bilamiz. Yuring, rahmatulloh. Mana avtobuslarimiz ichki holati hamma sharoitlariga ega. Eng qizig'i davlatning qonuniy reyslari. Mana odamlar Toshkentdan Moskva shahariga ketyapti ukalar. Tashqarida turib olib maket avtobuslarni videoga olmaymiz, faqat qonuniy reyslar, davlat avtobuslari ukalar. Mestada hozir aytib o'tamiz sharoitlarini. Konditsioneri bor, zaryadka ustroysolari bor ukalar. Avtobuslarimiz yangi, zamonaviy avtobuslarimiz ukalar. Eng qizig'i kelasizlar Qo'yliqdan o'tirib Primoy Toshkentdan Moskvaga ketasizlar. Dushanba, seshanba, payshanba va juma kuni, haftada 4 kun. Bizda qo'shimcha reyslar ham bor Toshkentdan Krasnodarga ukalar. Telefon qilaverasizlar, batafsil ma'lumotlar olaverasizlar.